Hammaga assalomu alaykum. Avtoprogus Editor 1.7.2 versiyasi qanaqa modullar qo'shilgan, nimalar o'zgarganligini ko'rsataman. Xo'p, endi programmamiz orqali hamma modullarni отдельно aktivatsiya qilsa bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Buning uchun uznayt ID qilinadi, ID nomer bizga jo'natiladi va biz xuddi mana bu ko'rinishda modullar uchun aktivatsiya kod beramiz. Bu kodlarni aktivatsiya degan oynaga kiritish kerak bo'ladi. Hozir bitta ko'rsatib o'taman. Qanaqa aktivatsiya qilishni. Mana activate qildik, M60 qo'shildi. Keyingi modulni ham aktivatsiya qilamiz. Hozir modullarni bitta aktivatsiya qildik. E83, E37, E37, E39, E39, E39A, E78, и ссылки как запроводить Spark. Mana bu bizdagi hozir mavjud modullar aktivatsiya bo'ldi. Buni yopib qo'yaman. Xo'p. Kim bizni kuzatayotgan bo'lsa biladi, bu programma nima ish qilishini. Hozir bir hamma modullarni bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Programmaning vazifasi benzin va gaz tomonini o'zgartiradi, zajiganyani. Mana bu mashinalarda, modullarda. Hop, birinchi Sparkdan boshlaymiz. Hop, buning uchun Spark papkasiga kiramiz. Programmani tanlaymiz. Benzin tomonini o'ziga nisbatan tushirish kerak bo'lsa, zajigani necha gradus kerak bo'lsa, o'shani tushiramiz. Masalan, benzin tomonini 5 gradusga tushirdik. -40 tomonni 10 gradusga ko'tardik. 120 ni 8 gradus qildik. Hop, va ошибкаlarni o'chirdik. Примерные ошибкасы и основной датчик кислорода beradigan ошибкаlarni сохранить qilamiz. Hop, ana endi Spark papkamizga qo'shildi. 5-5 zajigani benzin tomonnikini hozir ko'rsatamiz bunga. -5 benzin tomon, 10 gradus -40 и 8 gradus 120 lik bo'ldi. Hozir tipchuningdan sirasi ko'rsatib o'tib ketaman, tushunarli bo'lishi uchun. Qilingan farqlarini. Mana bu fayl bizdagi zavodskoy, bu solishtiramiz tayyorlaganimiz bilan. Hop. Bu yerda farqlar ko'rsatadi. Mana zajiganiyada farqlar. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. 5 gradusga pozni bo'lgan, mana 5.3 bo'lyapti. И temperaturani ham ko'ramiz. Hop. Mana bu temperaturaning farqi. Hop, hozir mana sizga to'tishni bo'lishi uchun. -40 tomoni 10 gradusga, 120 tomoni 8 gradusga bo'lgandi programmamizda mana. Bunda ham mana 79 ga 11 bo'lyapti. Bu -40, -30 dan pasti, -40 yoki -35 ham -30 dan pastiga kiradi, 90 dan balandi, 100, 110, 120 ham 90 dan balandga kiradi. Ko'pchilik o'shani so'radi. Xuddi shu holatda ishlayapti programmamiz. Endi maskalarni ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu ошибкаlarni o'chiryapti. Maska qilganimizda. Xo'p, bu Spark bo'yicha edi. Endi M60 ochamiz. Открыть qilamiz. Masalan, bizga kerak M60 Gentra deylik, mexanika mana. Endi mana bu yerda mexanika avtomat va Nexia 3 har xil maska qilishlari farq qiladi. Biz hozir Gentra mexanikani tanladik. Benzin tomonini aktamni 80 ga tushiramiz. Ba'zida bu holat 100 turadi. 100 degani tanlanmagan degani, avtomatik degani.
O'shani kerakli tushirib qo'ysak bo'laveradi. 80 ga minus 40 tomonni 15 ga qilamiz. 120 tomonni 10 ga qilamiz. Saqlanib qilamiz. Bo'ldi. Endi solishtirib ko'ramiz. Enter 60 Gentra mexanika. Vaqt ko'p ketmasligi uchun men bitta ko'rsataman xolos. Video bo'lmasa juda ham cho'zilib ketadi. Har bitta moduldan bittadan ko'rsataman programmalarni. Hop. Mana zajiganiyamiz minus 40 tomonimiz o'zgarganligi mana 15 gradus minus 40 120 10 gradusga. Mana bu yerda maskalar mana. Qilingan maska ошибкалар o'chirilganlar. Turibdi mana. Hop, bu N60 bo'yicha edi. Endi E83 ga o'tamiz. Cobalt Spark. Nasloka E83. Cobalt bitta ko'raylik. Buni avtomatini ko'ramiz mana 2024. Mana bu oldin qilingan ekan. 10 gradus turibdi. Buni endi nima qilamiz desak, buni 20 gradus qilamiz. Bunisini 15 qilamiz. Tushunarli bo'lishi uchun zajiganini 10 gradusga pozni qilamiz. Xo'p. Endi saqlanib ashkalarni ham o'chirib qo'yaylik. Xalat degan kerak emas. Mana o'chirdik. Endi hop, Gentradan ko'ramiz. Tak. Gentra deyman, Cobaltdan. Cobalt avtomat qildik, avtomat bo'ldi. Solishtirib ko'ramiz. Hop. Cobalt avtomat. Solishtiryapti. Hop. Zajiganamiz. Gaz benzin tomoni. Benzin tomonini buni aytdim oldin ham. Yarim tushirish uchun 2 qilsak 1 ga yuradi deganman. Hozir 10 ga tushirgan bo'lsak mana 5 bo'ladi. Buni sababi ko'pchilik yarim tushirishni ham iltimos qilganda, masalan 4,5, 3,5, 2,5 qilish uchun buni mana 10 ga minus qilsak bu yerda 5 minus bo'ladi. 20 ga qilsak 10 bo'ladi. Mabodo kerak bo'lsa ko'tarishda ham xuddi shunaqa. Hop, mana zajiganlar bir xil o'zgargan. Ko'rishingiz mumkin. Hop, endi temperatura tomonini ko'ramiz mana. Minus 40 tomonligi bizda 20 qilingan. Bunda mana 20. Bu to'g'ridan to'g'ri bo'ladi. Bunda yarimga yurmaydi. 20 bo'lgan, o'ziga nisbatan 10 ko'rsatyapti. O'zi 10 bo'lgan edi. Mana 120 tomonni 15 gradus qo'yganmiz. 15 gradusga turibdi mana. Ko'rishingiz mumkin. O'zi 10 edi. 10 ga nisbatan bunisi 10, bunisi 5 ko'tarildi. Hop. Maskalarni qiluvdikmi, qilmaganmidik. Agar qilmagan bo'lsak ko'ramiz. Hozir bu yerda maskalar turibdimi? Maska qilganmiz, lekin o'chirmabdi. Men buni to'g'rilab qo'yaman. Hop, programma shu yer joyida to'g'rilanmagan joyi bor ekan. Ko'ramiz uni. Xudo xolasa, darobotga qilib ketamiz. Hop, ketdik dальше. Keyingi ishimiz Azzoka E37 Captivalar. Azzoka E37 Captiva 2.4lik oxirgi chiqqan mahsulotlar. Hop, bunda mana softlariga qaraymiz. Soft deganni tushuntirib o'tib ketaman. Mana boshidagi ko'pchilik biladi, tushunmaganlarga mana boshidagi soft hisoblanadi. Mana kalibrovkalar qizig'i yo'q. Mana bu softga taalluqli bo'ladi. Mana bizda 3 xil soft bo'ladi. Mana bu kalibrovkalar har xil bo'lishi mumkin, avtomat mexanikasi har xil bo'ladi, lekin mana bu soft aniq tanlash kerak. Masalan, biz 44-15 tanladik. Saqlanib qilishda ham mana bu 44-15 bosishimiz kerak. Mana bu yerda ham 44-15 ga olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Programma to'g'ri ishlashi uchun softlar farq qiladi adreslari.
Xo'p. Hozir biz mana 28 da ochganimiz uchun sразу benzinni 15 ko'rsatib yubordi. Boshqatdan ochamiz. 44-15 ga mana. Endi to'g'ri ochdi. Xo'p, benzin tomonini 8 qilamiz, -40 tomonni 10 qilamiz. 120 tomonni 15 qilamiz. Hop, endi mana 49 15 tanlaganmiz. O'shani bosamiz knopkani. Mana bo'ldi. Endi buni ochib ko'ramiz. Hop, azalkaga 37. Mana 49 15. Hop, sravnit qilib ko'ramiz. Hop. Zajiganalar. Ana bu yerda zajiganani biz qo'yganmiz 8 ga. Mana 4 chiqadi. Xuddi Cobalt-dek. Keyingisi zajiganadan keyin mana hammasi bir xil ketyapti. 8 qo'yganmiz 4 ko'rsatadi. Benzin tomoni endi gaz tomoni mana biz qo'yganmiz bu yoqda o'ziga nisbatan bo'lib ko'rsatyapti. Mana bundoq qilsak o'zini to'chini ko'rsatadi. -40 tomonni 10 qilganmiz. 120 tomonni 15 qilganmiz mana. Hop, endi общий kartinani ko'rsak, mana 10 ga 15 turibdi. Hop, maska shipkalar, o'chirilgan shipkalar. Shu shipkalarni o'chirdik. Datchik demer bilan datchik ishlatdik, o'chirdi mana. Hop, endi datchik ketdik. Azalka 39. Bunday ham xuddi shunaqa softlar qilib bo'ladi. Softlarni tanlab olishimiz kerak. Masalan, 8907 softni o'chiradigan bo'lsak, 8907 ga qo'yib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, mana 8907. Mana bu yerda mana 8907. 8907 ni ochdik mana. Endi bu safar zajiganani plus ko'taramiz. 3 gradus. 6 qilsak 3 bo'ladi. Aytdim. Hop, -40 tomonni 20 qilamiz. Bunisini 10 qilamiz. Hop, achkalarni o'chiramiz. 8907 edi bizniki. 8907 ni bosamiz. Hop, endi o'sha programmamizni solishtirib ko'ramiz chiptuningda. Hop, bizda 9 8907 stok. 8907 hozir o'zgartirilganimizni solishtirib ko'ramiz. Hop, mana bu yerda maskalar, o'chirilgan shipkalar turibdi. Hop, zajiganada mana ko'rishingiz mumkin. Hop, biz 3 gradus 6 ga ko'taruvdik, ya'ni 3 ga ko'taruvdik. 3 gradusga farq qilyapti. Zajiganalar. Hop, endi temperaturaniki -40 20 qiluvdik. Bunisini hop 10 qiluvdik. Mana bundoq qilsak, mana 10 ga bu yog'i 20. 3D kartinkadan ko'rishingiz mumkin. 10 ga 20. Hop, endi bu zajigani kim qancha xohlasa beradi. Hozir bunaqa qilish motorga ziyon u bu degan fikrlar bo'lmasin. Men prosta test uchun ko'rsatyapman. Bu kim necha qo'yishi o'ziga bog'liq. O'zi xohlaganini qo'yadi. Bu programma aytganini qilib beradi. Tamom. Hop, endi azalka 39 da ham bitta ko'rsatamiz. Endi elektr 79 masalan soft olamiz. Azalka 39A. Hop, elektr 79 oldik. O'zgartiramiz buni ham. Benzin tomonini 10 qilsak 5 ga ko'taramiz. Rani bo'ladi. -40 10. Bunisini 5 qilamiz masalan. Endi elektr 79 tanlaganmiz, elektr 79 saqlanib qilamiz. Xo'p, endi tuningda ham bitta solishtirib ko'rsataman. Video solib tuzilib ketdi. Endi to'liq videosini tachang deyilgani uchun qilyapman bu ishni. Xo'p.
harakat qilyapman maksimal ko'rsatishga. Hop, bu yerda mana zajigani biz qo'yganmiz. 10 ga lani qilganmiz. Mana bu 5 bo'lyapti benzin tomonidan. Hop, endi gaz tomonini qilyapmiz. 10 ga 15 qilganmiz. Mana 10 minus qilib 15 bu yerda 120 lik bo'lyapti mana. Yo'q, 10 ga 5 qilgan ekanmiz, uzr. 5 bunisi 10 bo'lgan. 10 ga 5 minus 40 120 lik 5 bo'lgan ekan mana. Hop, endi oxirgisi Malibu 1 AZK78. Buni ko'ramiz. Hop. Открыть. Mana bu yerdan открыть qilsak ham bo'ladi. Ha, qo'shmabman uni. Hop. 78. Buni qaysi softini ko'ramiz? 0973 da ekan. 0973 Liboy bittasini ko'raveramiz mana. Ko'ryapsizlar, ha? 0973 da kalibrovkalar har xil kelyapti. Даже avtomat mexanikasi ham farq qilishi mumkin. Bizda главный mana softga qaraladi. Soft bir xil bo'lsa, bu yo'g'ini to'g'ri qilaveradi. Agar 0973 da bo'lsa, elektron 93 ochib qo'ysangiz, noto'g'ri ishlashni boshlaydi. O'shaning uchun avtomat mexanikasida farq qilmaydi, softida farq qiladi. Softini olamiz. Mexanikani oldik masalan. Benzin tomonini endi pozni qilamiz 10 ga. Gaz tomonini 10 ga 10 qilamiz. Endi 0973 tanlangandan keyin saqlayda ham 0973 qilamiz. Endi solishtirib ko'ramiz. Tak, Malibu mexanika 0973. Hop. 0973. Hop, ko'rishingiz mumkin. Bunda zajiganalar o'zgarganligini. 10 ga 10 qiluvdik pozni, ya'ni 5 bo'ladi. Mana 5 gradus pozni qilyapti o'ziga nisbatan и temperatura tomoni 10 ga 10 bo'lgan ekan. Hop, 10 120 tomoni ham mana 10. Mana bu 3D da ko'rsak bo'ladi. Hop. Ochkalar qo'ymagan ekanman. O'shanga ochkalar ko'rsatmayapti. Xullas, shu hozircha Avtoprogus Editor programmamizni to'liq videosi shu modullari bilan. Yana qaysidir modul kerak bo'lsa, aytsanglar qo'shib qo'yamiz programmamizga. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Avtoprogusni kuzatishda davom etinglar.